Assalomu alaykum. Mana kecha qilgan ishimizni bugun ko'rish uchun kelgandik. Orqa tomonda yana ozroq joyga qildik. Fontan qilib berdik o'sha obyektimizga. Mana landshaft chaykalarimiz gullarni ekib, gazonlarni ekib qo'yishgan ekan. Biz mana fontanlarni ishlab turibdi. Hammasi bir xil qilib sevib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu hovlimizda orqa tomonda ham yana shunaqa ish qildik. Endi ertaga gullar ekilsa, yana bu tomonni ham ko'rsataman, xudo xolasa. Bunisi mana bu tomondan ko'rinishi. E'tibor bersalaringiz, fontanchilarimiz hammasi bir xil suv sepyapti. Ko'pchilik akalarimiz buni montaj qilayotganda bir xil turba tashlashadi. Bu yerda hamma fontanlarga отдельно turba bilan montaj qilingan. Yarmigacha 32, keyin 25, oxirgi liniyamiz borishi 20 lik turba bilan. Va bu suv hamma joyga bir xil chiqishi uchun shunday qilingan. Mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.